Assalamualaikum, kanalına yaxşım, Allah salamet qılsın inşallah. Mən bugün kəlağ tozalashning 3-cü qismini qılmaqçıyam. 3-cü qismi qilishqa kerak yo'qdi, amma ko'pincha qarindoshlarning shu tortmasini tozalash haqida, tortmasini echish, gajitish haqida savollar kelganligi uchun men yana buni qayta qilishga to'g'ri keldi. Bilganlar uchun, tekrar bilmaganlar uchun foydali bo'lib qolsin deb buni oldi bilan ochdik. Mana muzoq bo'lib ketgan tozalamoqdan. Bunun bu o'tir qismini besib turish orqali oldimizga chiqara olamiz. Mana bu holatda qo'limizga chiqadi. Chiqqandan keyin biz mush ichki qismini ko'rdinglar mana. Men uyga chiqarim uzoq bo'lib tozalamagan mush yerlarni pokiz yuvib etisizlar. Bir qachiga oqachish bilan suda to'kib aralashtirib, quruqlatini chumrab turib, pokiz etib quritib olsanglar bo'ldi. Mush yerdan ichiga suyuqni alanmay kiyimlar g'ayri puroq bo'lib qoldi, ya'ni yusonlarmi yana mizlik purmaydi. Andan keyin ko'pincha ahvollar yana mushaga suv yig'ilib qoldi deydiganlar bor. Suyuqlik ketmadi deydiganlar. Buningda bu ya'ni oldimizga ko'tarish orqali ikki gajirtib mana mushalardagi sopini yo'qlarini, mush arliqlarni, mana kelim sopini yig'ib ketaylik. Musha holatda pokiz quruq ishlatmaydigan chutkalar bilan pokiz yuvib quritib etgandan keyin yana bu teshikni mushaning ichiga kirgizib turib silib etgili bo'ldi. Musha holatda silib tozalab andan keyin yana joyiga o'rniga silib etsanglar inshaalloh kirolg'inglar kiyimlar purmaydi, andan keyin bu yerga muz yig'ilib olmaydi. Musha holatda tozasanglar bo'ldi.